Bek 30 dan Avazaga qattiqlik qilmang aka. Inalar hap Bu safar bo'ladi. qattiqlik qilyapsiz. Inalar hap bo'ladi, o'tgan safar hap bo'ldi inalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, bugun ekranni qarshisiga yaxshilab o'rnashib olinglar uchun sizlar so'ragan odamning qo'rasiga kelganmiz akalar. Har safar chiqqanlarida o'zi onda-sonda ko'rinish beradilar, internetda narx-navolarni o'ngga, chapga qo'yadigan odam bu Optinchi Avaz akam bo'ladilar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum Eldarbek. Bormisiz, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Aka bitta bosib portlatib turinglar. Bitta narsangiz bilan odatlanishimiz kerak aka. Haftada hech bo'lmasa bir marta ko'rinib turing aka, obunachilarimiz so'rashyapti sizni. Obunachilarimiz o'zi telefonda avval uyga kelyapti, lakkasi tashlab berib o'zimiz chaqirib olyapmiz. Barakasini bersin u endi. Tez ko'rinib tursangiz, hali arzon narxda obunachilarimiz ulgurib qolsa, o'shanga xursand bo'lamiz. Xudo xolasa Eldarbek endi haftasiga emas, 2 kunda bir ko'rinib turamiz. Bu inalarimni yaxshilab gaplashib oldik. Aka, buni soni nechta? Bu polvonligi. Bu yerda hozir Eldarbek 93 dona. 93 ta. 93 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi erkak. Sifatlarini ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Buni qo'y boqadigan akalarimizga tushuntirishning hojati yo'q. Simjun qarang, buni junini olmagani sababi o'zi buni toni boshqacha. Toza hisori. Mana yungini qarang. Ko'rsatish uchun ham olinmagan. Agar nobod unda obunachilarimiz men 30 tasini olardim, 20 tasini olardim desa, junini ham beraveradi barakadan keyin. Lekin buni aka junini olinadigan bo'lsa, qo'y bo'lib qoladi qo'ylar. Katta qo'yib ketadi bular junini olsa. Katta qo'yib oladi. Akalar masalan ko'pchilik kulishi mumkin, juni bilan kichkina ko'rinib, junsiz katta ko'rinadi. Akalar junini olinsa, qo'y haqiqiy haligi dumbalari ajrab aka. Buni o'zi bugun ertalab soat 6 da tushdi. Yo'l bosib, mana deb turing. O'zi charchog'i yetarli bular. O'sha holatda ham shunchalik. O'sha holatda ham shunchalik kakillab turibdi. Ko'z tegmasin. Hurmatli obunachilar, boqqanga yarasha mashaqqa kirib qo'ygan bular. Simjunlardan boqing, ertadan keyin buni quyoshda yungini oldirib qo'ysangiz ko'zda qamashtiradi-da bular. Mana bularni qarang Eldarbek. Qora achkida qarash kerak bularga akalar. Mana. Badani ham zo'r Eldarbek. Yo'q, qo'y semiz ekan akalar. Qo'y semiz. Onasi ustiga qo'ygan bular. Semiz. Yeb ichishini sinab oldingizmi? Sinab oldik. Baribir ertalab tushgan bo'lsa ham hozirgacha yem qashagini bergansiz. Berdik, sug'orib, yem qashagini berdik, yeyishda kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa. O'tgan safar ham lekin akalar bir 2-3 partiya qo'y chiqardik-ku, qisqa soatlarda xudo xolasa tugadi qo'ylarimiz. Shunaqa bo'ldi Eldarbek. O'zi hali 5-6 kishi bo'lib oldi. Bo'lib olib qo'yganmiz. Buni ham xudo xolasa bir ikkita obunachi bo'lib olsa ham mayli, bittasi bo'lib olsa ham mayli. Nech pul qilib berasiz endi bo'lib olishlariga sabab bo'lish kerak-da, qiziqtiradigan sabab bo'lish kerak. Ha, men emas, o'zingiz aytyapsiz-ku, narx-navoni o'ynatamiz deyapsiz-ku. Endi aka, odamning nafsi bor-da, bu safarga balki yo'q, xudo xolasa arzon sotyapmizmi, dakan arzon sotamiz. Nech pul aka? Eldarbek buni yengil aytaveramiz, palancha so'm, mononcha so'm demaymiz. Eldarbek bir joyga 93 dona, 3,5 milliondan. 3,5 dan. O'zbekiston bo'yicha dastavkaga beramiz. Kelishtirib beramizmi? Eldarbek kelib so'rasa, kelishtirib ham beraman, hayriga o'tib ham beraman. Lekin donaga 10 ta olaman, 5 ta olaman, 4 ta olaman degan odam ham telefon qilaversin. Bu bola faqat hammasini bir sotadi ekan deb o'ylamasin. Hayr emas, sal kelishtirib bering aka. O'tgan safargi Avaz akaga o'xshamayapsiz bu safar Avaz aka. Eldarbek, bu qo'ylarga ham qarang-da. Aka bitta gap aytaymi? Ayting. Ko'chadan arzon bo'ladi men aytgan narx baribir. Endi masalan maqsadam shu-da. Aka ichida sotaman desangiz 36-37 lik qo'ylar bor. Bor, xudo xolasa. Buni masalan bekitishni hojati yo'q. Ko'rgan odam o'zi biladi. 33 dan Optimga qo'ying aka. Maza qilib boqsin obunachilarimiz, nima dedingiz? Eldarbek, siz obunachilarimiz bizdan qo'y olib, hammasi baraka topib, telefon qilyapti. Qachon keladi yangi partiyangiz deyapti. Shuni hisobiga siz chaqirilmayapsiz. To'g'risi gap. Qo'ylar 33 dan aka bo'ldi. Qo'yni maqtavmang, maqtaganingiz bilan otib bo'lib qolmaydi aka. Voy, maqtasan, maqtaguvdi. Qo'yni shuncha maqtasan bo'ladi. Qo'yni holati zo'r. Endi buni maqtaganingiz bilan otib bo'lib qolmaydi. Narxi bilan maqtaning, Avaz aka. Narxi bilan maqtanamiz. Eldarbek bo'ldi. Sizniki ham emas, har doim aytganingiz bo'lavermaydi. Yo'q, 33 dan bir joyga aka. Bir joyga endi aka. Eldarbek, buni qo'ydi qarang, mana. Bozorda 36-37 olishganda mendan kelib 34 dan olishdi. Avaz aka, keng bosh xotirmang aka 33 dan bir joyga. Eldarbek 30 dan. Avaz aka qattiqlik qilmang aka. Inalar hap bo'ladi. Bu safar qattiqlik qilyapsiz. Inalar hap bo'ladi, o'tgan safar hap bo'ldi inalar. Xo'p aka 33 dan. Eldarbek 34 dan zo'r narx. Bir joyga zo'r narx. Bir joyga 33 dan zo'r narx. Eldarbek bo'lsa bunday qilamiz. Siz gapingizni qoldirmaymiz. Xo'p. Bir joyga bo'lsa, Toshkentgacha dastavkasini qilib beraman 33 dan. 5 tasi, 10 tasi ustiga pilisi bilan kelishib olaman. Nima dedingiz? Barbar aka. Hurmatli obunachilar, qo'ylarning holati zo'r. Mana shu qo'ylarni akalar yungini olib qo'yib
36, 37 ham xotirjam sotsa bo'ladigan holatda. Endi buning ichida mana bashi ham xuddi shu bilan bahslashaveradi mana mash qo'yam, hurmatli obunachilar. Endi buning ichida yana monolarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Ko'p buning ichidan agar ko'rsataman deb yirigini chiqaradigan bo'lsangiz, faqat optim olgan odam har safar mana shunaqa taraflar bilan bir maza qilish kerak. Nima dedingiz Avaz aka? Xudo xolasa olishsin, bir en, bir qo'ra, bir cho'ponni qo'yi. Xudo xolasa mana akalar, shoshilib ulgurib qolinglar. 3 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab optim olsa qayergacha? Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentgacha. Hammasini bitta qilib olsa Samarqandgacha ham ketaveradimi? Ketaveradi Samarqandgacha. Ketaveradi mana, hurmatli obunachilar. Mana yirik-yiriklarni ko'rsataman desa ko'p. Imkoningiz bo'lsa tepasiga keling. Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida navigatorga Vulqon deb yozilsa, Vulqon Drabilka sexi bo'lib chiqadi. Aynan mana shu lokatsiya. Bemalol kelib, tepasida savdosini qilib olishingiz mumkin akalar. Obunachilaringiz qarab turing, o'chirib qo'ymay tursin. 11 dona xuddi shularning ukalari bor. 11 dona. Narxi bor, siz o'ylagandan ham arzon bo'ladi. Olib chiqamizmi? Olib chiqamiz hozir. Ketdik. Avaz akam o'zi hurmatli obunachilar sonini ko'p olib kelganlari bilan partiya ko'p bo'lmaydi. 2 partiya, nari beri 3 partiya bo'ladi, lekin ma'noli, mazmunli narsalar bo'ladi. Uni kuzatadigan obunachilarimiz juda yaxshi bilishadi. Avaz aka buni soni nechta? Bu 11 dona. Deqqanni bo'yoqladagani mana shu. 11 dona bo'lsa, narigilar bilan o'shanda 104 ta bo'ladi. 104 ta bo'ladi endi. 104 dona hurmatli obunachilar. Yosh oyligini aka tekis 3 oyga beraver ekansiz. 3 oyga olavering Eldarbek. Narigilarni ukalari desak ham bo'laveradi. Ukalar, ha, narigilar ukalar. Buni iloji bo'lsa haliga to'lochidan kelgan ertalab yugurgan, erini yetgan odamga bersak ham mayli, chopishni qarang. Orqasidan quvbatlar ozib oladi-da. U gap ham Endiga ham bo'lish kerak. Ertalab palanch yuguryapti degandan qo'y boqib olsa ham yaxshi-yu. Bu ham to'g'ri. Yo'q aka. Bu gapingiz ham to'g'ri. Haligi harakat qilishga majbur qiladi. Ha, majbur qilaydi bular. Bular tog'da yuraverib, sapchish o'rganmagan-da bular. Mana soat beparvosin sapchiydi. Asablaringiz tinchlanadi. Ariqni bo'yida bir soat qo'yib boqqanga o'zi asli yetmaydi. Shunaqa. Haligi bolalarni ishga solib qo'ygan hoji akalarimiz bo'lsa olib qo'yib, ariqni bo'yida ko'k choyni ichib akalar. Nardan o'ynab, ha? Nardan o'ynab. Cholkan bir gaplashib aka. Xudo xolasa shunaqa asab tinchlantirgan olsangiz ham bo'ladigan holat. Avaz aka, videoni ikkinchi partiyani hozir boshladik. Narxi bilan boshlaylik. Obunachilarimiz kutib qolishmasin. Men juda yomon ko'raman kutib turishni. Narx qulay bo'ladi bular. Nechta bo'ladi aka? Bular o'ta yengil qo'yamiz endi. Nechta bo'lar aka? Obunachilar xursand bo'ladi. 3 milliondan qo'yamiz endi. 3 million. 3 million. O'tib beralamizmi yo bo'lishimi? Eldar 3,5 million desam ham 2,5 million so'm o'tkazib olyapsan-ku. Nechta qo'yib beramiz aka? Bitta sen aytgan bo'ladi oxirgi mana shu. 100 ming o'tib bering aka. 28 desam ham endi masalan yerga urib olgan bo'laman, gapni ochig'i. 3 milliondan qo'ydi sotsa bo'ladi aka. 29 qilib bering obunachilarimiz optim olsa nimadir xayrni qilib berasizmi? Xayrni ham qilib beraman, vodiy bo'lib olib borib beramiz. Baribir aka. Gap yo'q. Hammasi qo'chqor. Sifatlarni ko'rib turibsizlar inshaalloh. Yomon emas. Boya aytganimizdek, yungini oldirib ber degan akalarimiz bo'lsa, oldingiz, barakani qildingiz, yungini oldirib ber deysa, bir kundan beri kechgacha ish bitadi. Bitadi. Eldar? Buni obunachilardan so'rash mumkin-da, bu 11 ta irg'ochimi, erkakmi deb. Bu ham erkak. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Dumbalari tik akalar. Bugunga faqat qo'chqorlar. Ekranda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqasizlar. Men bitta narsani tarafdoriman akalar. Qo'raga kelib ko'ringlar. Sababi qo'y yungi bilan videoda sizlarga qanaqa ko'rindi, hammasi bir xil ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. So'lg'aganmi? Bonusga bor ekan urg'ochisiga. Mana lekin mono qo'ylar akalar haqiqiy boshqa narsada. Shuning uchun tepasiga kelinglar. Va xolasa ketqizgan otlaringga achinmaysizlar. Avaz aka, turmaylik videoni yakunlaylik. Obunachilarimiz kelsin, ko'rishsin. Tepasi savdo qilib olishsin. Ha. Hurmatli obunachilar, sizlarning vaqtlaringizni ko'p olmaymiz. Videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar. Sizga ham rahmat aka, shunaqa zo'rlardan olib kelishdan charchamayman. Bo'ldi Eldarbek. Xudo xolsa obunachilarimiz uchun bundan zo'rini harakat qilamiz.